97 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Al-mar'u ma'a man ahab. Her adam o'zi yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga bo'ladi. Qiyomat kuni odamlar kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shu odamlar bilan uyg'onib bir sapda turadi. Anas bin Malik rivoyat qilgan hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeniga bir adam kelib, "Mata-sa'a ya Rasulullah" deydi. "Ya Allah'ның elçisi, kıyamet kaçan boludu" deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ma adatta laha" o kunga nima tayyorlading deb so'raydi. "Inni uhibbullah ve rasul" men Allah bilan uning elchisini yaxshi ko'raman deydi. "Anta ma'a man ahab" sen yaxshi ko'rganlaring bilan bo'lsa deb javob beradi sallallohu alayhi va sallam. Boshqa rivoyat keladi, bir sahoba bu gapni anglab kelib, "Andaq bo'lsa men Allohning elchisini yaxshi ko'raman, Abu Bakrni yaxshi ko'raman, Umarni yaxshi ko'raman, Usmonni yaxshi ko'raman. Ular o'xshash yaxshi ishlarni qila olmasammi, mushu muhabbatim orqali bo'lsinmi, bular bilan bo'lg'im keladi" deydi. Bugungi kunda nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak. Afsuski, nurg'unlagan yoshlarimiz chet ellik futbolistlarga, boksyorlarga ya bo'lmasa naqshchilarga o'xshaymiz deb chochlarining pasonlarini shularga o'xshatib, shular kiygan kiyimlarni kiyib, shular qilgan qiliqlarni qilib yuradi. Haqiqatda bu bizning ummatimizga kelgan bir musibatdir. Haqiqatda Allohni yaxshi ko'rgan odam Allohni yaxshi ko'rgan odamlarni yaxshi ko'radi va Allohdan jiroqlashgan odamlardan jiroqlashadi.